Eurocentrga qarab kelyapmiz. Vetteborg plashdamiz. Yana yomg'ir. Har doimgidek. Har kun yomg'ir. Shu kunlarda. Bolalarni bog'chasidan olib, sayr qilib, uyga yetib olsa bo'ladi shunaqa havoda. طويل الشوق يبقى في اغترابي خطير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي Hozir yashil yonadi. Baqirma. Hozir yashil yonadi, ketamiz. Biz Berlin Malga kelyapmiz. Potsdamer plashdamiz. Ay, baqir. Mana oldim rasm. Oldim rasmga. Zo'r chiqdi, ketdik. Yashil yonadi. Berlin Maldan kolyaska ko'rgan keldik bolalar uchun. Biz kolyaskamizga o'g'lab ketishgandik-ku. Hozir yo'ldan o'tamiz. Mana shu svetofor yonishi rosa qiyin, chunki sentralniy joy. Yashil svet yonishi rosa qiyin. Ketdik yana yonda. Ketdik Ayubanas. O'tib olamiz. Yur. Xo'sh, qayerga kiramiz? Yuramiz. Bizga havo ancha sovib qoldi. Kuzatib boringlar. Hali magazinlarni ham ko'rsataman. Germaniyada hali 10-oktyabr. Halidan yangi yil uchun tayyorgarlik ko'rishyapti. Yangi yilga, Rojdestvo bayramlariga tayyorgarlik ko'rsatyapmiz. Mana. Bolalar xursand bo'lib ketyapti. Bu etajda bolalarga o'yinchoqli magazinlar, har xil ko'ngilochar magazinlar rosa ko'p. Xursand bo'lib, mana oldin yugurib ketyapti. Naryoqda Lego'ni shunaqa bor magazin bor. Uni ham juda mashhurlar. O'zimiz Lego'ni rosa yaxshi ko'ramiz. Xo'sh. Mana kelyapmiz. Mana oldin yugurib kirib ketdi. Mana rosa chiroyli magazin, ideyalar qilib narsalar olsa bo'ladi. Faqat bolalar uchun. Qanaqa nima? Shuni olchi? Menga kerak. Senga kerak? Yo'q, voy. Olish uchun nimalar qilgansan sen? Haldan kutaylik, qo'y joyi. Joyiga qo'yib kel. A? Ay, bunaqa dinozavrlar o'sha ko'p. Hech qachon o'ynamay qo'ygansan o'sha. Yo'q, men o'ynamayman. Yo'q, bekorga yangi olish kerak emas. Yo'q, kerak bu. Men hozir Ansarga kolyaska ko'rayapman-chi, hozir kolyaskalar joyiga boramiz. Rosa katta magazin bu. Bo'limlari ham rosa ko'p. Xo'sh, biz kolyaska ololmadik, chunki biz xohlaganimizdan yo'q ekan.
Bu yerda yangi magazin ochilibdi, Qaracha. Bu turetskiy magazin. Ichidagi anaqalar ham, ishchilar ham turk ekan. Ko'p narsalarni turkcha yozib qo'yibdi. Hozir men bolalar bilan kirishim o'ta xavfli. Xavfli zona. Hozir bolalarning dadasi kelishini kutyapmiz. Bolalarning dadasi aylantirgan boshqa joyga olib ketib qolsa, men sekin o'zim bemalol ko'rib chiqaman shu yerda ham. Lekin rosa maqtashadi shunaqa Qaracha narsalarni. Shunday gaplar.